Albatta mo'min kishi uchun o'lim bayramdir. Haqiqatan ham o'lim mo'min uchun bu haqiqiy bayramdir. Allohga qasamki, mo'minning o'lim vaqtidagi quvonchi hayot kuni o'z oilasi va yaqinlari bilan uchrashgan quvonchidan ham kattaroqdir. Zero farishtalar uni kutib oladilar, xush xabar beradilar va ruhini olib uni al-malaul a'la sari ko'tarishadi. Har bir osmondan unga yaqin bo'lgan farishtalar uni kuzatib borishadi, toki uni 7-osmonga olib chiqishadi. Va u yerda Robbimiz shunday deydi: uning amal daftarini illiyunga yozinglar. Bu hayot sinovidan muvaffaqiyatli o'tgan bu mo'min banda uchun bayram, ulug'lanish va sharafdir. Va o'limdan keyin u o'zining solihligi va istiqomati tufayli faqatgina tinchlik va saodatni ko'radi. Farishtalar unga nozil bo'lib shunday deyishadi: qo'rqmanglar va g'amgin bo'lmanglar. Qoldirgan mol dunyo, oila va farzandlar uchun qayg'u qilmang. Siz bu dunyoga imtihon uchun kelgansiz. Ertaga Alloh sizni jannatda qayta jamlaydi. Sizlarga va'da qilingan jannat xush xabari bilan shodlaninglar.